Nilufar. Ha, Sevinch. Men Namanganga kelyapman. Kutib olasizmi? Kelolman emas, ketibman bo'ladi. Конечно, kerak, o'zim kutib olaman. Qo'ying Nilufar, sizlarni Namangan shebelarni o'rgangungacha tilimiz sepib chiqib ketdi. Hech nima qilmaydi, bir kun o'rgatib qolma, xotirjam Namanganchida obzor qilasiz. O'zi ham o'ylaganimdan ham bo'yingiz baland ekan-a? Pozitsiyamizni ko'rsizlarmi? O'rtoqlar, men Namanganga keldim. Endi Namangan filialimizning narxlarini tushirib, qani ko'rib chiqamiz. Mijozlarimiz aytayotgandagi Toshkentda tovarlari bormikan, yo'qmikan? Qani ketdik. Namanganlik mijozlarimiz kelsa, bitta jinsi yubka olishsa, ustiga futbolkasini tekinga qo'shib berasiz. Hop, qo'shib beray, kelaverasizlar. O'zim keldim Namangan filialiga, klientlarimiz jalb qilgancha bormikan deb, qizlar Toshkentda reklama qilgan nima tovarlarim bo'lsa, hammasidan Namangan filiallarimizga ham sotuvga olib chiqdik. Bexavotir endi kelaverasizlar. Trendga chiqqan dvoykalarimizni barchasidan mana o'zim sizlarga живой ko'rsataman. Bu sun'iy intellekt emas, qizlar. Namangan filialimizda har doimgidek Toshkentda nima trendga chiqayotgan bo'lsa, hammasini xarid qilib ketsanglar bo'ladi. Mana hamma dvoykalarimizni sizlarga ko'rsataman. Sizlar so'ragan 79 milliy va 111 milliy bo'lgan jinsi shimlarimizni o'zim bilan Toshkentdan Namanganga ham olib keldim. Sevinch, bizga klientlarimiz doim kelib aytishadi, Toshkentdan ko'ra tovarlaringni qimmatroq deb. Bizga qimmat jo'natasizlarmi shunda? Nimaga sizlarga qimmat jo'natamiz? Toshkentda masalan shu baletkamiz 145 mingdan. Namanganga ham xuddi shu. Boshqa viloyatlarga ham xuddi shu narxdan jo'natamiz. Qayerdan oldinglar bunaqa tuhmat gaplarni? Dilimoz Namangan filialimizda juda ham keng assortimentga ega oyoq kiyim, ro'mol, sumka, aksessuar, texnikalarimiz, dvoykalarimiz, troykalarimiz, xullas juda ham keng assortimentga ega butun Namangan aholisini o'z bag'riga sig'dira oladigan kiyimlarni xarid qilib ketsanglar bo'ladi. Manzilimizni tushuntiraman. O'ng tarafimizda Yangi bozorga keturish, chap tarafimizda avtovokzalga keturish. Istanbul marketda shundagina ro'parasida Yandex navigatorga Dilimoz Namangan deb yozsanglar bo'ladi. Barcha namanganliklarni Dilimozda kutib qolamiz.